Shahrisabzda bugun Judo Morining birinchi marotaba ochiq musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Musobaqa qayerda bo'ladi deysizmi? Aynan Madaniyat saroyida ichida bo'ladi. Hozir sizlar bilan birgalikda yoritib boramiz. Ketdik. Ассаламу алейкум, мы из команды Дипломат Дзюдо. Пришли участвовать у команды Дзюдо Море в Шахрисабзе. Я очень рад здесь участвовать. И наша команда, иншаллах, займет первое место. Diplomат Judo klubi Shahrisabz musobaqasiga Judo Mor klubida musobaqasiga keldik. Kelganimizdan xursandmiz. Hammaga omad, musobaqa xudo xohlasa so'radim. Toshkentdan Shahrisabzga Judo Mor komandasini musobaqasiga keldik. Men hammaga omad tilab qolaman. Shahrisabzga Judo Mor jarayoniga musobaqasiga keldik. Kelganimizdan xursandmiz. Omad hammaga. Kelganimizdan xursandmiz. Hammaga omad. Musobaqamizda O'zbekistonning barcha nuqtalaridan polvonlarimiz tashrif buyurgan. Musobaqani tashkil qilgan shaxslarimiz Boqiyev Murod, Mirzayev Nodir akalar tomonidan tashkil qilindi. Qashqadaryodan buyuk insonlar chiqqan va bundan keyin ham chiqadi. Biz yoshlarga ishonamiz. Yoshlar, kelajak sizlarning qo'llaringizda.